Assalomu alaykum vatandoshlarim. Assalomu alaykum shariat muxlislari. Eshittirishimizni boshlaymiz. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri, marhum g'oyibona ustozim Erkin Vohidovning bayramlarga yarashgan go'zallik timsoli she'rlaridan surma she'rini e'tiborlaringizga havola qilaman. Aslida kim qarardi yotganda xor surma, bo'ldi aziz ko'ziga surkanda yor surma. Ko'z ustida na iz bul, tun dog'idan asarmi? Mayxona kezdimi yo mastona vor surma. Yor ko'ziga yetishmoq savdo ekanki dushvor, kuyib ko'mir bo'libdi bechora xor surma. O'rtanma kuyma ortiq jismim qora ekan deb, ishq yo'lida qoralik taqdirda bor surma. Ming yil yotib seningdek g'am tog'ining tagida, so'ng mayli bo'lsam oxir toliga yor surma. Yor ketdi qolibdi yo'l o'rtasida erkin, ko'nglida surma soqiz, ko'zda g'ubor surma, ko'zda g'ubor surma.